Polavtomat tokka tiqilgan. Sushilka. Ochamiz, yoqamiz. Ishlamayapti. Bitta uramiz, ishlashni boshlaydi. Bunga nima sabab? Mana tilida bor. Ochamiz. Ko'ryapsanmi, ajraldi. Mana shunisiga tegib olsa yaxshilab ketadi. Buni endi nima qilishimiz kerak? Bu joyga nima qilamiz endi? To'ydan so'ramiz. Mana bezopasniy bo'lish uchun mana shu joyiga yopishtirib qotirib qo'yamiz. Keyingi etap, biz yopishtirdik, endi buni kesib tashlaymiz. Kesib tashlashgan, bir-biriga tegib turishi kerak kontakt. Keyingisi mana yerda tormozi bo'ladi. Mana chiqariladi. Mana chiqardik. Endi bu trosni tortamiz. Tortsak, hatto tormoz ochilishi kerak. Tortamiz. Mana shu qayramiz. Qayrib chiqmaydigan bo'ldi. Tormozni ochiq turibdi. Mana shu holatda endi ishlatib ko'ramiz. Tokka tiqamiz. Mana shu bittada ishlash boshlaydi. Faqat buni kamchiligi eshik ochsak to'xtamaydi endi. Vaqtini orqaga qaytarib, to'xtatib, keyin eshikni ochasizlar.